Assalomu alaykum. Bugungi videomizda qanday qilib boshlanishiga sun'iy intellekt bilan ishlashda pul tikmasdan shunchaki bepul sun'iy intellektlardan foydalanish haqida ko'rib chiqamiz. Ya'ni hozirgi davrda ko'payayotgan prompt engineering sohasi bo'yicha ko'plab darsliklar bor. Masalan, o'zimizning YouTube kanalimizda ham sun'iy intellekt bo'yicha Dubai amirligining mutaxassislari tomonidan ishlangan video darsini joylaganmiz. Xohlasangiz YouTube kanalimiz orqali ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bugungi darsimizda bepul sun'iy intellektdan pul tikmasdan yangi boshlayotgan sun'iy intellekt bilan ishlash, yangi boshlayotganlar uchun shunaqa sun'iy intellekt bor. Unga pul tikilmaydi, shunchaki, ya'ni uni pullik versiyalarini olish shart emas. Shunda ham bor. Ya'ni Visual Studio'ga kiramiz va mana bu yerda Extensions bo'limi bor. O'shanga kiramiz va qidiruv bo'limiga Client deb yozamiz. Client. Wi-Fi yoqib olamiz. Client. Mana shu chatbot hisoblanadi. O'shani yuklab olamiz. Trust Publisher installer. Bu yerda juda ko'p versiyalar bor. Eng original o'zini nimasi chatboti mana shu birinchi chiqadigan Client. Mana shu hisoblanadi. Birinchi chiqadi o'zi. Mana bu yerda ishlatish bo'yicha biroz qo'llanmalar berilgan. Xo'p, endi buni qanday ishlatamiz? Xo'p, bundan chiqamiz. Mana Client dasturi mana bu yerga tushadi. Mana buni ochadigan bo'lsak, bizda mana shu oyna ochiladi, chat qismi. Bu yerda chat qismida ikkita bo'lim bor. Bular nima? Plan qismi va act mode qismi, ya'ni ishlash qismi. Plan qismida biror bir loyiha haqida qanday plan yoki reja tuzmoqchi bo'lsa, o'sha planga qo'yib ishlaydigan bo'lsa, u yaxshiroq plan, natija ko'rsatadi. Act qismiga qo'yadigan bo'lsa, ishlash jarayonida qanchalik yaxshi ishlashi, shularni o'zi nazorat qilib boradi. Mana bu kuchukcha belgisi orqali esa muammolar, boshqa, masalan, loyihada muammo chiqib qoladigan bo'lsa, o'shalarni terminallarni qo'shish mumkin, fayllar, papkalarni qo'shish mumkin, yana URL linklarni qo'shish mumkin. Shularni qo'shib olishimiz mumkin. Bu yerda esa o'zimizning papkada bor bo'lgan rasmlar, fayllarni qo'shib olishimiz mumkin.
Hop, endi buni sozlamalarga kiradigan bo'lsak, Open Router degan sayt bor. O'shanga kirib Open Routerdan IPK olishimiz kerak. OpenAIga kirib ketdi. Open Router. Mana Open Routerni Library Chat AI degan sahifasi bor. Buni hozir kopirovat qilaman-da, kanalga ham tashlab qo'yaman. Kimga kerak bo'lsa, original saytini o'sha yerdan topib olishingiz mumkin. Open Router bo'yicha asosiy sahifa. VS Code'da Client sun'iy intellekt uchun IPK olish sahifasi. Kanalga ham tashlab qo'ydim. Keyin buni ichiga kiradigan bo'lsak, mana shu yerda mana bizga mana shu APK hisoblanadi. Buni olib qo'ygan yaxshi, har saqlab olib qo'ygan yaxshi, har tomonlama endi o'zimiz uchun. Bu faqat bir martalik beriladi. O'sha joyiga ham bor. Bir martalik berilgani uchun olib qo'ygan yaxshiroq. Bu IPK ni olgandan keyin boyagi VS Code'ga qaytamizda, hop, boshidan kirib ko'rsatay.
mana shu holatda chiqadi. Настройка bo'limiga kiramizda mana plan qismi, akt qismi bor. Qaysi biriga qo'ysa ham farqi yo'q. Baribir hammasi uchun bittada ishlaydi. Mana shu operator APK qismiga qo'yamiz. Ya adashmasam bunda ham qo'yilardi akt qismida. Keyin plan qismi uchun va akt mod qismi uchun alohida sun'iy intellekt qo'ygan yaxshi, chunki plan tuzish bo'yicha boshqa sun'iy intellekt yaxshi, akt mod qismi uchun boshqa sun'iy intellekt yaxshi hisoblanadi. Men uchun shaxsan shunday, boshqalar uchun bilmadim. Plan mod qismi uchun Nematron 3 Ultra hisoblanadi. Mana birinchi turgan Nematron 3 Ultra 550p A55B Free, ya'ni tekin sun'iy intellekt hisoblanadi. Bu o'sha model qismi model hisoblanadi, ya'ni plan qismi uchun. Akt qismi uchun esa Pulsate Laguna S221 Free tekin modeli hisoblanadi. Bu kod yozishda, tahlillashda eng yaxshi model hisoblanadi. Mana bu use different models for plan and act mode yoqib qo'yadigan bo'lsak, plan va akt mod qismi uchun turli modellardan foydalanish degani, uni yoqib qo'ygan ma'qul. Va shularni yoqib qo'ygandan keyin done qismini bosadigan bo'lsak, ana bizda plan qismimiz uchun boyagi sun'iy intellekt, akt qismi uchun boyagi sun'iy intellektlarimiz ishlaydi. Keyin menga loyiha qilishda yordaming kerak. Buni plan qismida qo'yamiz, ya'ni bizga plan tuzib berish kerak. Buni yuboradigan bo'lsak, mana bizda limit bor. Mana tekin limit bor. Har bir chat ochilganda u yangidan bizga nima beradi? Limit beradi. Yangi chat ochadigan bo'lsak, bizga yangi limit qo'shiladi. Bu muhim emas unchalik. Mana yangi chat ochdik. Hozir buni natijasini ko'raylik. Mana javob berdi bizga. Client has question. Qanday turdagi loyiha yaratmoqchisiz? Batafsil tasvirlang. Endi bizdan qanday loyiha qilmoqchiligimizni belgilash orqali javob olmoqchi. Bu endi hozir ana shu chat uchun bitta limit ochdi. Endi boshqa chat ochib ko'ramizda, unda yozib ko'ramiz, unga shunaqa yangi limit beramiz. Ana bunga ham yangi limit berdi. Bunda ana yangi turibdi, hali 0. Bunda ham hali ishlatilmagan. Bu hozir izlanishini qidirish davomida bizga javob berish uchun ma'lumotlar izlayapti. Hozir mana ketdi, javob beryapti bizga.
u endi yangi har bir chatda yangi limit ochgani uchun har bir chatdagi limitdan alohida ishlatadi. Bu act va plan qismi uchun shu bitta limitdan foydalanadi. Ikkalasi ham o'sha bitta limitdan ishlatadi, lekin har bir chat ochganimizda yangi limit beradi. O'shaning uchun masalan xatolik bo'ladigan bo'lsa bitta chatga plan qilib uni kodini yozadiganni bitta chatga tuzib qo'ysa o'sha limit kamroq ishlatadi va ko'proqqa yetishi mumkin. Agar limit to'lib qoladigan bo'lsa yangi chat ochib yana davom qildirish mumkin. U limit to'lib qoldi, endi boshqa ishlata olmayman deb uni o'chirib tashlash shart emas. Yangi chat ochib davom qildirib ketish mumkin. Bu sun'iy intellekt bilan yangi ishlab boshlayotganlar uchun free, ya'ni tekin sun'iy intellekt hisoblanadi. Ya'ni boshlanishiga o'rganib olish, shu sun'iy intellekt bilan ishlash, prompt berib uni prompt orqali sun'iy intellekt bilan loyiha qilishni o'rganish uchun boshlanishiga o'rganib olishga ishlatadigan sun'iy intellekt hisoblanadi. Ya'ni boshlanishiga tekinadan o'rganib, keyinchalik katta loyihalar olib boshlanadigan bo'lsa, keyin u o'sha Cloud, Gemini, Grok o'shanaqa pullik versiyalardan foydalanib, keyinchalik bu bepuldan foydalanib o'rganib shu ishlash bo'yicha o'z mahoratini oshirib bo'lgandan keyin u pullik versiyalarga keyin o'tsa bo'ladi. Bu hozir bepul versiya bo'lgani uchun u har tomonlama qulay hisoblanadi. Ya'ni boshlanuvchilar uchun bepul bo'lgani uchun kimda qandaydir bir loyiha bo'lsa, boshlanishiga shu prompt bo'yicha o'rganish, loyihani qanday qilinadi, nimalar o'rganish kerak, sun'iy intellekt bilan qanday ishlash mumkin, qanday sun'iy intellektlar qanday modellar bor, hammasini ko'rib boshlanishiga o'rganib olish uchun mana shu Klein sun'iy intellektidan foydalansa ma'qul deb hisoblayman. Ya'ni bu bepul bo'lgani uchun boshlovchilar uchun juda qulay sun'iy intellekt hisoblanadi. Bu yoqda boshqa o'zgartiradigan qismlari menimcha yo'q. Keyin bu Clientga kirgandan keyin bizdan Google akkauntdan ro'yxatdan o'tishni so'raydi. O'shani ham oldin aytib o'tib ketish esimdan chiqib qolibdi. Client sun'iy intellektini u yoqda yuklab olgandan keyin bizdan Google akkaunt so'raydi. Men oldin kirganim uchun mendan hozir so'ramadi. Ya'ni bizdan Google akkaunt so'raydi. O'shani kiritib qo'yish kerak. O'shandan keyin bemalol foydalanish mumkin. Ya'ni Google akkaunt kiritib qo'ysak, bemalol foydalanishimiz mumkin. Bu mana o'sha boshlovchilar uchun yangi bitta tekin sun'iy intellekt hisoblanadi. O'rganib olish uchun prompt yozishni qanday to'g'ri yozish, qanday javob olish, qanday qilib to'g'ri javob olish, qanday qilib yaxshi natija olish, shularni o'rganib olish uchun boshlanishiga mana shu sun'iy intellektdan foydalanadigan bo'lsa, menimcha yaxshi deb hisoblayman. Bu Client sun'iy intellektida o'sha plan qismi va kod yozish qismi alohida bo'lgani uchun boshqa sun'iy intellektlarga nisbatan boshlovchilar uchun qulay hisoblanadi.
boshqa sun'iy intellektlarda masalan maslahat plan qiladigan bo'lsa, u bitta chatda bo'ladi. Masalan, Gemini'ni o'zida bo'ladigan bo'lsa, plan qiladigan bo'lsangiz, uni o'zingiz aytishingiz kerak. Indamay sun'iy intellekt bor, shunga plan qilib ber deyishingiz kerak. ChatGPT'da ham shunaqa. U plan qilib ber desangiz, u o'zi shu loyiha bo'yicha plan tuzib beradi. Keyin menga shuni kodini ber yoki fayl tuzilishi qanday desangiz, keyin u o'zi siz so'ragandan keyin natijalarni berib boradi. Bunda bo'lsa plan qismida qo'yadigan bo'lsangiz, sun'iy intellekt bo'yicha loyiham bor, shuni qanday qilish mumkin, qanday kamchiliklarga uchrashi mumkin, qanday tuzishim mumkin desangiz, hammasiga javob beradi. Keyin hammasini javob olib, kod yozish qismiga o'tadigan bo'lsak, act qismini yoqib qo'yadigan bo'lsak, keyin u yoqda kod yozish qismiga o'tib ketaveradi. U shunaqa qilib ikkita plan va act qismida ishlaydi. Va bu boshlovchilar uchun o'sha aytib o'tib ketganimdek eng yaxshi sun'iy intellekt deb hisoblayman. Boshlovchilar uchun hech qanday sarmoya kiritilmaydigan free, ya'ni tekin sun'iy intellekt hisoblanadi. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Mana shunday sun'iy intellektlar, kerak bo'ladigan dasturlar, boshqa qiziqarli sahifalar va qiziqarli ma'lumotlar haqida ma'lumot berib boramiz. Bizni sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Agar kerak bo'lsa, o'sha sahifamizdan kerakli ma'lumotlarni topib olib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda aytadigan kerakli ma'lumotimiz shu edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.